O'zbekistonda yetishtirilayotgan shirin va tabiiy mevalar nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro maydonda ham yuqori baholanmoqda. Oqilona agrotexnika, zamonaviy texnologiyalar va iqlim sharoiti tufayli mahalliy mevalar ta'mi, tozaligi va sifati bilan ko'plab davlatlarda yetishtiriladigan mevalar bilan erkin raqobatlasha oladi. Quyoshli o'lkamizda, O'zbekistonimizning yerida yetishtirilayotgan har qanday mahsulotning sifatini va uni mazasi bilan, ta'mi bilan dunyo bozorlarida va Rossiya davlatida o'zini mazasi bilan va sifati bilan yetishtirilayotgan mahsulotlarni birinchi o'ringa olib chiqishlikka harakat qilyapmiz va bunga qisman erishyapmiz. Biz O'zbekistonda yetishtirilgan mahsulot, har qanday mahsulot birinchi o'rinda mazasi bilan, ta'mi bilan dunyoni birinchilar qatorida bo'lib kelgan dunyoda. O'zbekistondagi dehqon va fermerlar tomonidan mehnat bilan yetishtirilayotgan shirin va tabiiy mevalar bugun dunyo bozorida o'z o'rnini topishga harakat qilmoqda. Ular yillar davomida sadoqat bilan mehnat qilib, har bir mevani sifatli va eksportbop holda tayyorlashga intilishmoqda. Birinchi ishlar dehqonlarimizdan, bog'bonlarimizdan, fermerlarimizdan, oddiy aholidan yetishtirilayotgan har bir mahsulotni albatta obrezkasiga qattiq urg'u qaratilyapti. Uni berilayotgan kimyoviy dorilariga, o'g'itlariga va unga sepiladigan dorilar. Keyin chikankani biz yo'lga qo'ydik. Gilos, o'rik, shoftoli, xurmo, uzum mahsulotlarini, hamma mahsulotlarni chikanka qilib, uni donini yirik qilishlik uchun nima qilyapmiz? Chikanka qilib, sifatsizini darrov hozir hali yetilmagan mahalda olib, sifat darajasini yuqoriga olib chiqyapmiz. Bu sifat darajasini yuqoriga olib chiqsak, xudo xolasa, bizning mahsulotlarimiz, dehqonlarimiz tan narxligi yuqori bo'ladi. Xalqimizga va O'zbekistondagi barcha fermerlarga, bog'bonlarga, eksportyorlarga, qolaversa brokerlarimiz bor. Broker degan qatlam juda ham chiroyli ishlashga harakat qilyapti. Mana ho'l yashikdan voz kechdik. Quruq yashiklarda chiroyli eksport qilishga juda ham qattiq harakat qilyapmiz. Bizni O'zbekiston mevalarini samarali va tizimli sotish, eksportni yanada kengaytirish maqsadida Rossiya Federatsiyasining Omsk viloyatida Farg'ona ulgurji taqsimlash logistika markazining birinchi bosqichi faoliyat boshladi. Ushbu markaz orqali mahalliy mevalarni saqlash, qadoqlash va iste'molchilarga tezkor yetkazish imkoni yaratildi. Mana Omskiy bozorida hozir 16 ta angar bor, 72 ta kioskalar bor, konteynerlar bor, qana yopiq qishki holatga yopiq furalarda qo'yib savdo qiladigan savdo markazlari bor. Bu imkoniyatlar yurtimizda rahbarlar tomonidan va Rossiya davlatining rahbarlari tomonidan bizga yaratib berilyapti. Bundan xursandmiz. Chegirmalar bor, qulayliklar bor, sharoitlar bor. Qancha mana Rastamochkada chegirmalar bor, joylarda chegirmalar bor va oshxonalarda hamma taraflama chegirmalar. Bu kim uchun bo'lyapti? Bu savdogarlar uchun bo'lyapti. Tan narxi arzon bo'lgandan keyin va u joyda yashaydigan savdogarlar ham va kioskalarga, magazinlarga olib sotadiganlar ham xursand bo'lyapti. Xalq xursand bo'lyapti. O'zbekistonda bozorda ochilganligidan ikki davlatdagi yashovchi, ham bizdan keladigan savdogar, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Ozarbayjon, Xitoy, boshqa davlatdan keladigan tadbirkorlar ham xursand. Yangi manzil sotuvchilar uchun zo'r imkoniyatga aylandi. Ushbu markaz orqali o'z mahsulotlarini Rossiya bozoriga chiqarishni istagan fermerlar va tadbirkorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratilgan. Ushbu tashabbus eksport hajmini oshirish, bozorlarga yetishdagi masofani qisqartirish va xaridorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqani kuchaytirish imkonini bermoqda. Sotuvchilar uchun imkoniyatlar zo'r, har qanday qulayliklari bor. Yerlar nihoyatda katta, bu yerda skalatlar katta. Luboy ob'yomda tovarni olib kelasiz, luboy chiqib ketadi. Masalan, meni bu skalatim 380 kvadrat, bundan oldingi skalatim 80 kvadrat edi, boshqa joyda edi. U yerlar tor edi, yo'llari, probkalari bo'lardi. Bu yerda probka yo'q. Joyim katta. 380 kvadrat hozirgi joyim. Sotuvchilar uchun har qanday imkoniyatlar qilinyapti. Zo'r, sharoitlar zo'r, kelishlarini taklif qilamiz. Yangi bozorda faoliyat ko'rsatayotgan sotuvchilar bu markazni ikki mamlakat prezidentlarining eng zo'r tashabbusi sifatida baholamoqda. Ularga ko'ra bu loyiha O'zbekiston mahsulotlarini Rossiya bozorida tanitish, savdo aloqalarini mustahkamlash va yangi mijozlar bazasini yaratishda o'ta muhim o'rin tutadi. Shunaqa sharoitlar bor. Endi men shu 25 yilda savdomda unaqa sharoitni ko'rmagan edim. Hukumatimizga rahmat birinchi. Mana hukumatimiz shuncha, prezidentimiz shuncha bizga sharoitni yaratib beryapti. Biz shu O'zbekistondan 2,5 ming, 3 ming kilometr naryoqda tirikchilik uchun kelgan bo'lsa ham, hurmatli prezidentimiz biz uchun, o'zbek xalqi uchun, O'zbekistonda qanaqa millat, qat'iy nazar millati bilan kim yashasa mana sharoitni qilib beryapti bizga. Hukumatimizga birinchi rahmat.
Prezidentimizga rahmat. Mana 2 kun oldin prezidentimiz tashabbusi bilan viloyat Farg'ona viloyat hokimi keldi. Kecha Suq tuman hokimi keldi. Bu hammasi biz shu O'zbekistonda yashaydigan xalq uchun. Bu bozor shunaqa yaxshi bozor. Mana bozor kirsangiz sharoit yaxshi. Hamma yoq toza asfalt, sklallar bor. Qanaqa sharoit bo'lsa bemalol. Hozir biz bir 7-sida biz kelgan bo'lsak, bugun 5 kun 6 kun bo'lsa, patta, mesta puli unaqa degan gap haligacha yo'q. Endi 1 oymi, 2 oymi imtiyoz qancha bo'lsa men bilmayman. Undan keyin bozor xodimlari aytayaptiki, shu mehmonlar kelgan, o'zimizni Toshkentdan kelgan mehmonlar aytayaptiki, imtiyozdan keyin sharoitni yana arzon qilib beramiz deyapti. Shu bilan birga logistika markazida faqatgina o'zbekistonlik sotuvchilar emas, balki turli mamlakatlardan kelgan tadbirkorlar ham faoliyat yuritishmoqda. Bu esa Farg'ona markazini xalqaro savdo uchun ochiq va ishonchli platforma sifatida namoyon etmoqda. Hammamizni salomlayman, Ozarbayjon qardoshlar. Taza rынок ochilib, hammamizni ko'zdayrik. Alloh hammamizning bozorini bersin. Hammamiz xush kelibsiz. Her şey yaxşıdır. Allah'ın köməkliyi, her şey yaxşıdır. Yani təzə yığır abarot, satışlar уже yavaş-yavaş qalxır. Birinci ay işləyirik indi. Yaxşıdır her şey. Yani Azərbaycan qardaşlar da var burada. Özbekistan qardaşlar, Qırğız qardaşlar, Qozog'iston qardaşlar. Her şey yaxşıdır. Bozor rahbarining ta'kidlashicha, bu yerda faoliyat ko'rsatish istagida bo'lgan har qanday sotuvchi, tadbirkor yoki ishchi uchun barcha zarur imkoniyatlar yaratiladi. Infratuzilma, logistika, ishchi o'rinlari va qonuniy rasmiylashtirish masalalarida to'liq qo'llab-quvvatlash ko'rsatiladi. После того, как прошло у нас торжественное открытие 12 апреля, с этого момента все предпринимателям мы предоставляем месяц бесплатной аренды. Вместе с оборудованием на наших площадях, так же как склады, также и магазины. Вот. Всем работникам, иностранцам, поскольку я являюсь, кроме этого, директором многофункционального миграционного центра, то есть там оказываем миграционные услуги и проводим медицинское свидетельство иностранных граждан. Вот. И непосредственно тем, кто будет к нам обращаться, арендаторы, либо работники арендаторов, мы будем предоставлять скидку 50% на эти услуги. То есть туда входят переводы, страховка, медицинское освидетельствование, также дополнительное уведомление по патенту и фотографии. То есть все, что необходимо для того, чтобы в дальнейшем легализоваться на территории Российской Федерации, мы вот как бы предоставим эти скидки 50%. Помимо этого, если у иностранного гражданина, мы знаем, да, сложная ситуация, когда не приезжает, денег нет, мы готовы предоставить рассрочку по оплате аренды в дальнейшем, ну вот после бесплатного месяца. После того, как иностранец, ну, то есть предприниматель, либо его работник узаконится на территории Российской Федерации, то есть получит патент и прочие разрешительные документы, мы будем сопровождать юридически бесплатно. Соответственно, он должен заключить трудовой договор, подать уведомление. Все это мы готовы предоставить, бесплатно сопроводить, просмотреть все документы, чтобы не было никаких нарушений, чтобы все было вовремя оплачено, для того, чтобы человек, находясь здесь, занимался торговлей, а не думал о том, какие документы и куда ему отдать. То есть мы готовы полностью, максимально бесплатно сопроводить иностранного гражданина, для того, чтобы он пребывал здесь законно. Farg'ona ulgurji taqsimlash logistika markazining Rossiyaning Omsk viloyatida ishga tushirilishi nafaqat O'zbekiston mevalari uchun yangi eksport darvozasi, balki ko'p millatli tadbirkorlar uchun ham samarali savdo maydoniga aylandi.